Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Sherzodbek. Xudo xolasa mana har bir aka ukamizni o'z ish joylariga olib kelib kuzatib qo'yapmiz. Azizlar, bunaqa agentstvalar juda ham kamdan kam. Deyarli O'zbekistonda yo'q bo'lsa ham kerak, chunki hech qaysi inson o'zini yonidan rasxod qilib mana shu kelayotgan, ketayotgan insonlarni olib kelib ish o'rinlariga, ish joylariga kuzatib qo'ymaydi. Chunki har kimga ham emas, shuning uchun har bir narsaga reallik qaraylik qilayotgan ishlarimizni, mehnatlarimizni biroz qadrlab qo'ysanglar, xudo xolasa juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki sizlardan kelinadigan kommentariyalar, har xil fikrlar bizga motivatsiya beradi. Negativchilarga biz umuman ahamiyat qilmaymiz, chunki bu insonlar faqat shu kommentariyada o'zini qanaqadir bir fikrlarni bildirishi mumkin. Bu narsa bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Shuning uchun intilamiz, yaxshi narsani o'ylaymiz, yaxshi narsaga harakat qilamiz va shu yo'nalish bo'yicha davom etamiz. Inshaalloh har bir musofirdagi aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz Allohim har birlariga kuch-quvvat bersin, sog' salomat bo'lsin. Da memnuniyet oldu. Kurban.